Sizlarga anchadan beri mijozlarimiz tomonidan buyurtma asosida qilingan ishlarimizni ko'rsatmayotgandik. Mana bugun xudo xolisa mijozimizni bitirib bergan ishimizni ko'rsatib beramiz. Bu hol kirish qismi bo'ladi. Tashqarida hali ozgina remont ishlari ketyapti, hali bardakroq. Bu yerda 12 kishilik stolimizning usti shipon, oyoqlari MDF bo'ladi, krashinli. Stullarimiz 12 ta dona stul, karkaslari 100% yong'oq. Sifati a'lo darajada, har doimgidek materiallari ham mo'yshi. Keyingi xonamiz detskiy. Bu yerda ikkita kravat qo'yib berganmiz, tumbuchkasini. Kravatimizning karkaslari 100% MDF bo'ladi, kapot mexanizmli va bu yerda krashinli shkaf antresoli bilan mijozimizning tanlagan model va ranglaridan kelib chiqib tayyorlab berdik. Mexanizmlarga keladigan bo'lsak, sifatli mexanizm ishlatilgan, bu yerda tandem mexanizm ishlatilgan. Kravatimizning mexanizmiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek, bu yerda metal karkas qilingan polni, listi ham MDF bo'ladi va gazli mexanizm. Bu degani ochib yopayotganda ham qiynalmasdan ishlataverasizlar. Bu ikkinchi qavatdagi birinchi xonamiz родительский spalni. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kattagina kravat qilib berganmiz va shkoflariga moslab ikkita tumbuchka bu yerda va kompaktli надвесной trimo ham bor. Shkofimizga keladigan bo'lsak, shkoflarimizning bo'ylari balandgina, bu ham krashinli MDF, ichlari ham keng, baland, chuqur, mexanizmlari ham sifatli mexanizm ishlatilgan, uzoq muddat ishlaydigan. Bu kravatimizda ham ko'rganingizdek, karkaslari metallический bo'ladi, mexanizmniki gazli mexanizm va kravatning o'zini karkasi ham 100% MDF dan tayyorlangan. Ikkinchi qavatdagi zal, ko'rib turganlaringizda bu yerda 14 kishilik stol komplektini qo'yib berganmiz. Stolimiz 100% MDF dan bo'ladi. Stullarimiz karkaslari yong'oq, o'tiradigan joylari ham balandgina, cho'kmaydi uncha-munchaga, spinkalari ham yumshoq. Nobodagi odam kamroq keladigan bo'lsa, stolimiz mexanizmli, kichkinaroq qilib, kamroq odam kutib o'tkazib olsa ham bo'ladi. Ikkinchi qavatdagi detskiy xonamiz, ko'rib turganlaringizda bu yerda ham ikkita kravat qo'yib berganmiz. Katta tumbuchka, kravatlarimiz mexanizmli, bu yerda ham antresolli, kupeyni, krashinli shkaf qo'yib berganmiz. Bu yerda ham tortmalari tandem mexanizm bo'ladi. Mijozimizning xohish istaklaridan kelib chiqib, ichlarini ham bo'lib berganmiz. Qilingan ishlarimizni ko'rsatib berdik. Kimga shunaqa sifatli va mebellarni o'z vaqtida bitadigan kompleksni uylarni to'ldirib berish xizmatlari kerak bo'lsa, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning.